Bolangga o'sha bir chiroyli at qo'yganmisan? Atini so'radi, palondaqa dedi-ku. Chiroyli at qo'yganmisan dedi, atini qo'ydi. U at insonning kimligini ko'rsatadigan atda bu. Ism. To'g'rimi? Masalan, ikkitasi bir xil odam turgan bo'lsa, shuni atadan so'rasangiz, masalan, atadan bilasizki, qaysinisidir dindorning bolasi, qaysinisidir shu dunyoviy odam bolasi. At hal qiladi bir joylarda. Yana to'g'rimi? Chiroyli ism qo'yishni ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam aytgan gaplari bor. Farzandni ko'rgandan keyin otaning vazifasi chiroyli at qo'yish. Alloh subhanahu va taolo suyadigan at Abdulloh, Abdurrahmon. Xudoning sifatlariga abdun qo'shib aytinglar dedilar. Shariatga tushmaydigan atlarni payg'ambarimiz alayhisalom sahobalardan o'zgartirdilar. Endi bugun bizgilar atini o'zgartiryapti. Desa atim mana qilib oldim desa, ha nimaga islom emas ekan deydi. Bittasi atamni islomga o'zgartirdim domla dedi. Ha, nima bo'ldi? Xo'jaypa deb qo'yib oldim dedi. Xo'jaypa islomiy ekansan, ha dedi. Sahobalarga, ha Xo'jaypa bizni Qo'zivoy degan gapda dedi. Xo'jaypa Qo'zivoy. Shu arabchasi. O'zbekcha Qo'zivoy dedi nima? Arabcha Xo'jaypa nima? Farq bor. Atiz narsa Sayfiddin deydimi? Ha bizda ham Qilichvoy aka bor-ku. Sayfon Qilichda. O'zbekcha Qilich, arabcha Sayf. Sayfulloh bilan Sayfiddin bilan Qilichvoy Qilichillohda. Arabcha bo'lsa-la bu islomiy bo'lmaydi akalar. Tushunasizmi gap qayda? Gap siz bilan biza qo'ygan ismimiz Xudo taoloning payg'ambarning ismlaridan bo'lsa, Xudoning ismiga abdu qo'shib aytilsa, payg'ambarlar ismlaridan bo'lsa bu eng yaxshi ismlar. Farishtalar ismlaridan bo'lsa ham mayli deydi. Ulug' ulamolarning ismlari o'sha kitobga tushgan ismli ulamolarimizni ismlarini havas qilib qo'ysak ham mayli deydi. Lekin shu shart bilan aytadiki, o'sha ismni qo'ygandan keyin payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, meni ismimni qo'yilgan odamlar keyin shu ismni egasi bo'lganini hurmatini joyiga qo'ysin. Uni haqorat qilmasin dedilar. Kamsitmasin dedilar. Ismim hurmatidan dedilar. Endi bu ismni hurmatidan kamsitmasin deyilsa, bu ismni odamlar qo'yyapti. Muhammad degan ismni buzdi ular. Atinimiz Muhammad deydi. Muhammad bo'lmaydi, Gangir Muhammad bo'ladi. Atinimiz Magomed deydi. Magomed bo'lmaydi, Tupoy Muhammad bo'ladi. Bu at o'zgarmaydi. Atoli otlar o'zgarmaydi. Muhammad bo'ladi. Muhammad ham bo'lmaydi, Magomed ham bo'lmaydi. Muhammad, tamom Muhammad. O'zgarmaydi bu at. Shu at qo'yildimi? Atin chiroyli qilib qo'y. Ertaga Mamajon bo'lar ekanda. O'zgartirma. Bu atga loyiq odam bo'lishga harakat. Endi ulamolar aytadi, buni payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam muborak ismlarni qo'ysa-yu, ha bu so'kadan ishtiq qilib qo'ysa nima qilamiz unda? Quloqdan cho'zdan ishtiq qilib qo'ysa nima qilamiz? Desa, aytadiki, sen agar shu farzandingni so'kmoqchi bo'lsang, atini aytmasdan sen deb so'kkin deydi. Ya'ni Muhammad sen ahmoqsan demasdan deydi. Sen bola ahmoqlik qilma. Sen beodob bo'lib qolding. Sen ahmoq bo'lib qolding deb atni oralashtirmasdan sen deb gapirdi so'z deydi. Atni qo'shma bunga deydi. Tushundingizmi? Shunga o'xshagan atlar bor. Barakavoy degan atlar bor. Barakat atiz nimasi barakatulloh bizda yo'q. Bizda muborak degan atlar bor shunaqa. Muborakning tagi baraka. Bu atlarni ulamolarimiz karih ko'radi. Nimaga desa, baraka bormi? Desa yo'q deydi. Sen oldida baraka bormi? Desa yo'q deydi. O baraka degan bolani so'rayapti. Senda baraka bormi desa, menda baraka bebaraka odamman degan javobga o'xshab qolish xavfi bo'lgani uchun unaqa qo'yma deydi. Lekin bizda atlarga din qo'shib keladigan atlar bor-ku. O'sha misol Qamariddin deb qo'ydi. Bu dinning quyoshi.
degan gap. Shunda sen shu atni shu odamga qo'ysang, vaqti kelib shu odam o'sha bir shariatga tushmaydigan hayotni kechiradigan bo'lsa, kofirlar mana senlarning diningni qamarib to'lin oyi nima ish qilayotganini ko'ryapsan, seni diniy mashinga o'xshaganda deb diningni tashlatadigan sabablar bo'lmasin deydi. At qo'yishni ham juda o'ylash kerak ekanda. Bu narsalarni endi eshityapman deydiganlar ham bor. Biz kech qolibmiz deydiganlar ham bor. Nima qilib bo'lsa ham aka-ukalar, bolalarni tarbiyasi sizni biz zimmamizda, Xudo aytganini so'rab oladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati dedilar. Har biringiz cho'ponsiz, ra'iy deganiz cho'pon. Har bir cho'pon o'zini qarmoqda turgan qo'ylarning hisobini bergandek, har bir inson o'zini qarmog'iga qarashlik kimsalar ustida javobgar. Ota farzandlar ustida javobgar. Mahallaning elevachisi mahallaga javobgar. Imom qavmga javobgar. Qancha rahbar oshib borsa, javobgarlik shuncha bo'laveradi. Misol islom xalifasi bo'lgan bo'lsa, xalifa o'sha qo'l ostidagi butun musulmonga javobgar.